Alisher Navoiyning turk adabiyoti, o'zbek adabiyoti yozuvchilarining ichidagi o'rni to'g'risida men o'z tushunchamni bayon qilaman. Alisher Navoiy bizning o'zbek adabiyotimizda, darkul turk adabiyotida buning o'rnini tutadigan boshqa bir kishi yo'q. Alisher Navoiy yolg'iz o'zi bo'lgan. Uning, ya'ni yolg'iz o'zi degandan hadafim shuki, har bir sohasida biz adabiyotimiz to'g'ri tarix bo'lsin yoki ilmiy asarlar bo'lsin yo farhangiy asarlar bo'lsin yo badiiy asarlar yoziladigan bo'lsin, muntaho biz bora-bora Alisher Navoiyga taqilamiz. Alisher Navoiydan tashqarida bir narsa, Alisher Navoiyni manba bermasi bir narsa yozamiz desak bo'la olmaydi. Nima uchun? Bizdan oldin bu narsani o'zi bajargan u kishi. Masalan, biz adabiyot sohasida bir narsa qalam tebrasak, Alisher Navoiy ham shu to'g'rida bir narsa qilgan. Bizning manbamiz bir martaba borib shunga taqiladi. Ya'ni Peshinay tarixida oldindan asarimizni nimalarsa qilib ko'rsak, shu kishi bor. Yo biz biron tilshunoslik to'g'risida agar bir asar yozaman desak ham Alisher Navoiy bundan oldin yozib qo'ygan. Yo adabiyotshunoslik to'g'risida ham aynan shunday, naqd to'g'risida ham hatto shunday bir narsa. Hazrati Jomiy aytadi, biz deydi Alisher Navoiyni aytadi, Mir Navoiy deydi. Mir Navoiy Boriston Jomining 7-ravzasida shunday deydi. Alisher Navoiyning deydi, biz deydi zamonimizda borligiga musharraf bo'lganmiz deydi. Ya'ni Mavlono Jomiy ko'p katta bir shoir, katta bir adibiki, hatto islomiy ilmlar sohasida ham bu kishining o'rni ko'p katta. Shu kishi aytadi, biz musharraf bo'lgan, bizning zamonimizda shu kishining borligiga biz musharraf bo'lgan, ya'ni maqomini ko'p yuqori qilib ko'rsatadi. Alisher Navoiyning saxovatligi, muarrixligi har tomondan so'zlaydi, va lekin bir narsani aytadi. Bu kishi deydi, buning deydi tab'ida forscha she'r yozishlik, forscha yozishlik ham, o'zbekcha yozishlik ham bor edi, lekin tab'i buni turkiyaga ko'proq deydi, Turkiyaning eski Chig'atoyga ko'proq deydi. Shuning uchun deydi, bu shunda yozgan ko'proq deydi. Agar bu forschaga mayl qiladigan bo'lsa edi, bizlarga hech narsa qolmas edi deydi. Ya'ni shuncha Alisher Navoiyning maqom manzilatini yuqori ko'rsatadi. Va ayni zamonda yana bir narsani aytadi, Alisher Navoiy har yerda turk millatining, o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman har bir millatning oti tutiladigan bo'lsa, Alisher Navoiyning ham u yerda oti tutiladi deydi. Nima uchun? Alisher Navoiy nima narsa qilib ketganki? Alisher Navoiy har tomonlama xizmat qilgan. Xususan o'zining asarlari bilan bu millatga ya'ni qiymatbaho o'z asarini, o'z o'rnini egallatib qo'ygan. Alisher Navoiyni kulli shaklda aytadigan bo'lsak, so'zimni qisqartirib aytadigan bo'lsam, Alisher Navoiy ensiklopedist, ya'ni doiratul ma'orifiy bir olim bo'lgan. Ya'ni yolg'iz adabiyot emas, yolg'iz tarix emas, yolg'iz siyosat emas, yolg'iz riyoziy falsafa emas. Hatto Alisher Navoiy tafsir va fiqh va hadisdan ham bu kishining ilmi bor edi, yaxshi ma'lumoti bor edi. Hattoki rahmatli xalifa sohib Safiyullaxon Eshon bobom ustozimiz aytganda, Alisher Navoiy bilan Abu Ali Sinoni taqqoslagan edi, qiyoslagan edi, o'lchashtirib ko'rganda Abu Ali Sinodan ko'ra Alisher Navoiyni ustun ko'rsatgan edi. Buni bunda havasona aytmagan, ya'ni ilmiy asarlarini taqqoslab, tekshirib aytgan edi. Albatta Alisher Navoiyning tafakkurini bilish uchun, Alisher Navoiyning yo'lidan ketish uchun uning asarlarini o'qishimiz kerak bo'ladi. Buning asarlarini o'qish uchun birinchidan uning asarlarini qo'lga olishimiz kerak. Ikkinchidan biz o'z maktablarimizda, ilk o'quvlarda, universitet, fantunlarda o'z tilimiz, adabiyotimiz to'g'richa tahsilga kirishimiz kerak bo'ladi va Navoiyshunoslardan bizlar dars olishimiz kerak bo'ladi. Alisher Navoiyning asarlarini chop qilib tarqatishimiz kerak bo'ladi. Alisher Navoiyning ta'sir bilan aytish kerakki, Afg'onistonda asarlari hanuz ham yetarlicha chop bo'lib tarqatilmagan. Bu sohada ishlansa. Alisher Navoiyning, masalan, Alisher Navoiy siyosatchi deydilar, lekin siyosat bobida bir necha asar bo'lmasa boshqasi qolib ketgan. Alisher Navoiy siyosatda o'zi bir maktab bo'lgan. Alisher Navoiy axloq ilmida o'zi bir maktab bo'lgan. Mahbubul qulubi katta Imom G'azoliydek bir o'zi nazar berib ketgan. Imom G'azoliyga axloq bobatda, irfon bobatda oti tonilgan. Alisher Navoiy ham shunday bir kishi. Bu kishining Lisoni Tayr asari masalan irfon olamida ko'p katta bir asar. Alisher Navoiyning
bizlar tafakkurni bilish uchun, Alisher Navoiydek bo'lish uchun bizlar Alisher Navoiyning asarlari bilan hamisha suhbatdosh bo'lishimiz kerak bo'ladi.